Salam do'stlar, halch programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yaxshi so'zdan ko'pligan dil ram bo'lur. Qo'pollikdan pishiq qayta xam bo'lur. Nurg'unlagan yaxshi so'zlar deyilgan programma halch programmasi. Mayli turmush uchun, mayli hayotlik uchun ko'pligan yaxshi so'zlarni, yaxshi hikmatlarni, yaxshi darsliklarni programmamiz orqali biz tomoshabinlarning huzuriga sunishni burchimiz, xizmatimiz, mas'uliyatimiz deb keldik. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajidorligini o'zgacha tamtid tuqlari bilan xaridorlarning izchil olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ngustam yemaklik ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga olgan programmamizni Şinjan Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan. Xo'sh, programmamizga taklif bilan qatnashgan hurmatli ustozlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashqusi pishqan tajribali advokat Avtonom rayonlik ayirlar birlashmasi mutaxassislar ombirg'i tizimligiga kirgizilgan advokat Fatigal Abduqodir. Qarshimiz Fatigalada biz to'liq yaxshi ko'rgan suyimli psixik maslahatchimiz Ali Ma'lum. Qarshimiz qanundaqda bugungi sanimizga qatnashgan chiroyli qizlarni sahnamizda kutib olamiz. Ularga madad beraylik ko'pchilik. Qani qizlar, marhamat. Xush kelibsizlar qizlar. Qani qarab baqsam 6-numurli qiz yinkapsiz, o'zingizni tanishtirib o'tamsiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Aqsudan kelgan Roziyadan menda o'tliq salat. Siz bilan tanishib oldik, bugun qandaqroq yigit chiqadigan qizlar, bir qitim bir yigit chiqib baqsa, qizlar chiroq o'chamay saqlab turib baqsa, hech bo'lmaganda bir ikki qiz shu yigit uchun chirqini saqlab qolsa, biz shundaq bir manzarani ko'rib baqsaq deymiz. Lekin undaq manzarani ko'mgil xil uzun bo'ldi. Demak, yigitlar texim tirishib baqsa bo'g'dak. Qani, Nur Tilakni sahnamizga kutib olamiz. Yaxshimisiz? Nur Tilak sahnamizga chiqibdi. Nur Tilak, ilgari siz programmamizni ko'rganmi? Bir qatim ko'rgan. Sizning kelgusi loyiqingizga nisbatan qandaq talabangiz bor? Qandaqroq qiz topsam deydingiz? Talba balkim cho'ng emas. Ayni az degandir 10 ming ko'm maosh olsa deb o'ylayman. Kimning sizningmi, uningmi? Axloq tarbiyasi yaxshi. Yana o'zini odatdagi turmush tozaligi yaxshi, o'zini chiroyli yasab yuradigan qiz bo'lsa. Ilgari muhabbatlashib baqqanmi? To'liq o'tgan vaqtda shirkatda muhabbatlashgan, undan beri muhabbatlashib baqmadim. Siz chaqqan chiqibsiz. To'liq o'tirdilar, muhabbatlash degan gap xeyli gap u. Ali maktab natijangizga daxlisi bo'ldimi, bo'lmadimi? O'sha Ali maktab bergan internatda daxlis bo'lib qolmasin deb ayrilib ketdingiz. Yo'q, undan deyil bo'lmaydi. Shundan keyin muhabbatlashmay Ali maktabga o'tdim. Dayi birinchi kurs chiqqan vaqtdan keyin maktab kuni sho'lab o'qishni negizini yaxshi qilib olib, aniki muhabbatchi deb o'ylagan. Biroq bo'ydoq darshim bo'lib yurib kunab qolib ekanman. Shunda fursatdan foydalanib, odatda tunishgani, gunkashnalar tunishgan yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Nur Tilakning ma so'zi xili yaraydi, Xubiyan aralashqandimmi? Mana shundaq ko'pchilik ko'yga yerda bir qizni tanlasam, u qiz meni tanlasa, shundaq bir muhabbatlashib baqsam deb sahnamizga chiqibdi. Qani qizlar bilan erkin azad fikr almashtiring. Savollar bo'lsa, qizlar mendan so'rasa, keyin ashuni qaytaramiz, javob qaytarish men so'rasam deb o'ylayman. Yaxshimisiz Nur Tilak? Sizni boshqalar tunji ko'rgan vaqtda siz masalan yishingizni deysiz-ku, masalan montaj deb. Degan vaqtingizda yishingizni cho'ngroq ko'rindi ekansiz deb baxtimi? Boshida shunday deb qo'ydim. Men odatda burun kichikdan tantarva mashq cho'ng bo'lgan. Keyin oliy maktab boshqasini o'tdim. Tantarva mashqni tashlayotgandan keyin biroz azroq semirish olat bor. Shu badan sababdan ashuna cho'ng ko'rinib qolamdim, yana chechim biroz egiz bo'lg'ashqa shunda cho'ng ko'rinib qolam deb o'ylayman. Shu burunqi qiz do'stlaringiz bilan nima sababdan ayrilib ketgandingiz? Biroz sizda alayda sabab bormi? Qarshi tarafda alaydiroq sabab bilan ayrilib ketganmi? U joq biroz ketdim deyish kerak, sabab mendan. Ashmam yaxshi bir tarbiyada dars bo'lib qoldi. O'zim shu haqning gapini chirib qolgan sababdan ayrilib qoldim. Hozirmi boshqalarning gapiga kiradigan odatingiz bormi? Hozir bir adam bo'lgan bog' bo'lib qolsa, haqni olmayman, o'z ko'zim ko'rgan yaxshi yoqtiraman. Agar hozir men bir qiz bilan uchirib qolsam, yoqtirib qolsam, o'zlari yaxshi ko'rishib qolsam, uni o'tmishimdan men chiqqanda qarim yo'q. Mening qarim yo'q. Faqat o'z qizning siz bilan o'tgan kundan boshlab sizga hesab, siz shu kunga ega bo'lman demoqchi-ku? Tushundim. Agar hozir siz Urumchi turyapsiz shundaqmi? Urumchi turib, masalan, Mustakinda bir qizlar bilan deyishib, kelishib, masalan,
to'y qildigan tutishib ketib qolsangiz qancha uzun vaqtda to'y qilsam bo'ldi deb o'ylaysiz. Masalan, uning bilan tushib ketgandan keyin masalan mijozlar kelishib bo'lgan ahvol ostida demoqchi. Aniq bo'lgan ahvol ostida qancha uzunda to'y qila olasiz? Az deganda 2 yil, jiq bo'lib ketsa 4 yil. Hamishadan Amal va 2 yilga yetmay to'y qilgan yaxshi deb o'ylayman. aniq siz masalan nishonni bekitib bo'lib, gapinglar bir yerdan chiqib, to'y qilamiz deb surib, yana 2 yildan 4 yilgacha vaqt ketadi demoqchiman. 4 yil, 3 yil. 3 yil. 2 yildan 3 yil. Taxminan 2 yildan 3 yil atrofida vaqt ketadi. Siz bu vaqtni bir oz uzun vaqt deb o'ylamamsiz? Ham onun turmush qurishdan burun uy iqtisod tarafdan azroq negiz jichu. Asos savol aydaysiz. Asos savol bo'lmaydi deb o'ylayman. Aboy chaqchaqiblam qizlarningki maoshi 10 ming qo'y atrofida bo'lsa dedingiz-ku. Ham sizning maoshingiz qanchalik chiqadi? Odatda muqim kirayotgan kirishi bo'lsa 4200 qo'y qo'shimchasini hisob qilmaganda. Qo'shimchasini hisob qilsangiz qanchalik kirdi? Qo'shimchasini hisob qilsam 8.29 ga yaqin bo'lib qoldi. Demak, shu sizning 10 ming qo'yga taqaydi o'shnama. Shu an qizlardim shu 10 ming qo'y maoshini talab qilgansizda. Qiz baldim Chaqchaq qilib turibdi. chaqchaq deb qo'ygan, qiz baldim maosh talab qilmayman. Biroq medilma yetib olgandan medilab ayda 1000 qo'y tasım hisob. Rahmat. Masalan, Uyg'ur qizlar bilan o'ylashishingizni uydagilar qabul qilamdi. Qabul qildim. Agar to'y qilganda ikki ya'niki to'yni ayrim-ayrim qilamsizlar, yo birli yana to'yni qilamsizlar. Asosan biz tarafdagi to'y bilan Uyg'ur millatining to'yi asosan o'xshab ketadi. O'xshab qolamda. Biroz sal sanali va meni shu masala emas. Siz nima kasb qilasiz? O'zim o'qib bitirgan kasb bo'lsa yengib yo'yan. Iyo. Bo'ldi, rahmat. Hozirgacha biror musiqa ijod qilib baqdingizmi? Azroq o'zim kasb qilib. Yaxshi o'qiy olamsiz bo'lsa. Ya. Yeyib yo'yin. Chala olamsiz. Biraz so'z aytganmizmi biz chempionga? Chepasam o'tib biroq og'ash kelmabdi-ki, bu qitim fursat bo'lib qolsa chepirayman. Demak, xudo chiqishga tayyorlik qilib bo'ldingiz Ya, bu qitim yana bir fursatlar, yo'nsa shunday saqtni bo'lib qolsa, anikin chepirayman. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmatlar. Nurtilik yaxshi tutum fikr. Yaxshisiz. Sen yurtdan atışma. Atish. Ammo men o'zim atish cho'ng bo'lgan. Men bu mahallamda shu qirg'iz bolalar cho'ng bo'lganman. Bu bolalar qirg'iz bolalar aqlli bo'ldi. Buning tafakkuri, gap so'zlari bir o'rganishini tiz bo'ldi bularning. Hammamda Asqar deydigan bir do'stim bordi. O'qituvchilar ketdi. Shuningga sal o'xshab qoldi ekansiz. Sende bir bu balda bir salmoqliq bor. Tilish yo'q. Uzukchilik bir jajirgan shaklni qolgan. Dunyo ko'z qarashi shakllangan. Unda bir bola ekan, ham o'zining kamchiliklarini bildi ekan. Ham qabul qiliqliq ekan. Uning ularlik duykon emas, yushirman emas. Bunda odamlar nima qildi deganda, bunda odamlar rost gap qila oladiganlar ketadi. Hamda rost gap qilish bu bir fazilat emas uchun. Axloq emas, rost gap qilish degan bir xil jankon odamlar rost gap qildi. Bular mashili jang, qancha jankon bo'lgansa rost gap qildi. Chunki yolg'on gap qilishdan ojiz qolmaydi. Chunki yolg'on gap qilish orqali qo'g'daydigan funinglar oziq ketgan ekan, uning yolg'on gap qilishdan ojiz bo'lmaydi demakchi. Unda olgandan siz tabiiy rost gap qilsiz, rost gap qilish odam rohat qiladi. Yolg'on gap qilgandan siz cho'qim o'zingiz so'zlagan yolg'on gap to'g'risi o'ylaysiz. Bu qalbingiz kirib oldi. Besim bo'ldi. Eng muhim o'zingiz bo'lgan ba'zi Pinkford to'lak edida. Odamga o'zi to'xtamay numar qo'ydigan. Shunga bu nurtilikning hamda manbagan ta'siri shundoq bir xil obdan. Mayli o'y tutsin, mayli muhabbatlashsin, yaxshi bir nomzodgan deb o'yladim. Rahmat. Rahmat. Qizlar. Men so'ragan savolim bu balg'amda tushamdi, bilmadim, men dedi so'rab baqim kelib qoldi deysiz. Agar masalanga siz to'y qilib ajrashgan bo'lsangiz, ajrashib bir muhabbat topdingizda, muhabbat topgan tepib u muhabbatingizdan to'y qilmay turib, burun ayolingiz yarashib qolaydi, siz yarashib qolamsiz yoki hozirgi yurayotgan muhabbatingiz bilan yuramsiz? Men sizning javobingizni rost ketdim desam qaytara olmaydi ekanman. Nima ish degan vaqtda to'y qilib ajrash degan o'yinni men keltirib boqmagan. Agarda bo'lib qolsa men o'ylagim kelmaydi. Ali aytgandek rost Nurtilakning to'xtalg'usi bor yigit ekan-a.
yengillik bilan javob bermayotidi, o'ylanayotidi, astoydil bo'layotidi. Inim bayatdan siz qarshi taraf, ya'ni topmoqchi bo'lgan loyiqingizning shaxsiy tozalik o'lchamiga yaxshi bo'lishi kerak dedingiz. O'zingizning o'lchamicha turmushda siz qanday yigit? O'zim deb kelgan vaqtda men jiq bunda har xil onun kiyim kiymayman. Kelganim o'zimni ishini ancha yoqtirmayman. O'zim uyimda yashayotgan turmushdimi chajini ustida yog'insiz ochgan bir yerlari qalam qo'yib qolsa ishingiz siqiladi. Ishimiz siqiladi, biroz yoqtirmayman. Shunday bo'lganda. Anikin sirtga chiqqan vaqtimi jiqli o'ylaydi. O'g'an bal yasanchaq bo'ldi, unda deb o'ylaydi, biroq men unda o'ylamayman. Sirtga chiqqan vaqtda mel chosh bulamdi, mel kiyotgan kiyim bulamdi, biroz ganjing chunje bo'ldi deb o'ylayman. Demak, bak haddidan ziyod tozalik yuqur talab qo'ymagingiz bilan o'lchamga loyiq qabul qila oladigan holatda bo'lsa bo'ladi. Qizlar. Yaxshimi? Yaxshi. Endi siz qanday leshingni qiz bolani yaxshi ko'rsiz? Masalan gapga endi qiz bolalar men o'zim shaxsan endi bunda sochlarni bo'yitib, tirnoqlarni yasitib, kirpiklarni o'ltib ashunday yurma. Ashunday qiz bolani jish o'qila olamsiz? Bu masala emas. 我觉得这不是问题。O o'zingizni yaxshi ko'rib, ashuna qilsam chiroyli bo'ldi deb shu sizga yarashib biroz chiroyli bo'lgan bo'lsangiz qayda qilsangiz bu yerda. Ma'qul. Chiroy qiyofat jihatdan shu inim, alohida talabangiz bormi? Masalan, mundaqroq qiz bo'lsa bo'ladi, masalan, o'maqroq qizlarni yaxshi ko'rma yoki jumlaqroq kelgan, bo'dagroq kelgan qizlarni yaxshi ko'rma degandek chiroy qiyofat jihatda talablaringiz bormi? Anglab boqaylik qani. 如果以长相来说的话deb qalsa o'sha qizlarimiz adam set adam yo'q deb o'ylayman. Bu dunyoda set adam yo'q, biroq o'zini yarashliq yasab yuradigan adam bo'lsa bo'ldi. Shu chiroy tarafdan nima yo'q, biroq badan tarafdan deb kelib qolsa normal bo'lsa bo'ldi. Beksimiz emas, yo'qsa bek muruq emas, normal bo'lsa bo'ldi. Qizlarning ko'ngildagi gaplarni ko'proq deyalaydi ekan, Nurtilak. Undaq bo'lsa, Nurtilak, sizmi qizlardan dadillik bilan oila, turmushdan sirtqi havas degan jihatda bilmoqchi bo'lganlaringizni so'rasangiz bo'ladi. 两个人之间无论是爱情、情侣或者是夫妻中间良好的关系bo'lish uchun nima narsa bo'lishi kerak deb so'ragim kelyotdi. Ikki odam munosabatidagi halqiliq narsa nima? Men shu birinchidan ishonish. Ishonch. Ishonch. Yana biriga hurmat bo'lish kerak. Yana biriga qo'llash bo'lish kerak. Yana biriga apuchan bo'lish kerak. Men uchun shu narsa anikin eng oxirida bu oddiy deymizmi shu. Qanoatchan bo'lganda bir-biriga. Men uchun unda cho'ng masala yo'q bo'lib qoldi o'tirda. Hammasi yaxshi kutiladi. Bence birinchidan tushunishchu, qarshi tarafni o'zining o'rniga qo'yib o'ylay oladigan bo'lish. Anandan keyin shu ishonish, samimiyat. Mo'yimi shu deb qarayman. Oilangizda sizlar qancha jon? 2. 2? 4. 2 bola demoqchisiniz, 2 bola. Siz cho'ngmi, kichigimi? Kichik. Akam bor. Akangiz bor. Akangiz turmushlik bo'lib bo'ldimi? Turmushlik bo'lib bo'ldi. Demak, uyda sizlar qoldingiz. Cho'nglar xizmat qilamdi? Yo'q. Nima ish qildi? Chorvachilik qiladi. Xo'sh, agar qizlarning oilasi haqida bilmoqchi bo'lganlaringiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi. Agar savol so'rmay turay desangiz, birinchi bosqichlik chiroq o'chirish kiramiz. Unda qo'l so'rmay turay. So'rmay turamsiz. Birinchi bosqichlik chiroqni o'chasanglar bo'ladi, saqlab qolsanglar bo'ladi. Besh chiroq siz uchun yongan holatda turibdi, a? Men 3 nafar qizni nima uchun chiroqni o'chirayotganligi haqida savolingiz bo'lsa so'rasangiz bo'ldi. Bo'lmasa, men beshaylar bilan suhbatni davomlashtiring. Kishilarni so'rab qo'y, nima ish qilyapti? Nima ish qilyaptinglar qizlar? Men Nurtilakni biroz kichikkan deb o'yladim. Yosh jihatdan. Yosh jihatdan boshqani o'ylamadim. Raziya. Men shu o'xshash. Qarasam ishimiz maskamga turamiz shunga. Chash yasasimi mayli, tirnoq yasasimi mayli, o'zi yaxshi ko'rsa mayli degan to'g'ri. Unda degan tez urumchidigo. Hamma shu. Yanalar ko'nglingizda bir yerlaringizda maskanmaydigandek bo'ladi, hurmat qilamiz singlim. Xo'sh, endi qolgan 5 nafar qiz bilan parangni davomlashtiraylik. Sizlar o'ylang'ashtiringlar. Men Fatigulamdan bir savol so'rab beray. Fatigularda
Ma'lum bir aylangan suddan chaqiriq qog'ozi kelibdi. Lekin u yoq aldirashlikni bahona qilib izchil bormabdi. Bu qonunga xilofmi? Sot mahkamasining chaqiriq qog'ozini topshirib olgandan keyin shu sot mahkamasi chaqiriqni topshirib olg'ichi belgilangan mukratda shu sotqa cho'qim berib da'voga qatnashish kerak. Agar sotqa vaqtida bormasa, shu bormagan tarafninki shu da'voga javob berish va dalil isbot ko'rsatish huquqidan o'zligidan voz kechgan deb qaraladi. U vaqtida sot mahkamasi qonun bo'yicha hukmni chiqaraveradi. Hukm qonun kuchga yo'q bo'lgandan keyin sot mahkamasiniki shu majburiy ijro qildirish idorasi bu qonun hujjatni majburiy ijro qiladi. Shuningga shu sot mahkamasining chaqiriq qog'ozini topshirib olganlar cho'qim sotga berib shu da'voga javob berishi ham qonun orqali o'zining huquqini qo'g'dish kerak. Rahmat. Xo'sh, biz yanala o'zimizningki davomli qiziqishlarimiz, turmushga bo'lgan ko'z qarash masalalarimiz ustidagi munozarani to'xtatmaylik. Nurtilak, hayvonotlarni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Masalan, uyda bira armak beqib baqqanmi? Baqqan. Nim baqqan? Mushuk baqqan, Mushuk, baqqan. ishit. Hozirchi? Hozir ma'lum bir saat bilan baqolmay qoldim. Bo'lmasa baqqan bor. Lekin yaxshi ko'rsiz. Yaxshi ko'raman. Agar sharoitingiz yer bersa, yaxshi ko'rsiz. Masalan, siz yoqtiradigan qiz bundaq armaklarga yaqinmi kelmaydigan, faqat yaxshi ko'rmaydigan va yoki haddidan ziyod qo'rqaydigan bo'lsa, siz qanaqa qilasiz? Xeylicha. Ha, bo'ldi. Qani qizlar, davomlashtiringlar. Agar masalan hozirgi qarashimda bak o'zingiz tuvagan his qildik-ku. Lekin masalan bak ochig'ingiz kelib qolsa, ochig'ingizni qanday chiqarsiz odatda qarshi tarafga. Masalan, mashqimiz muhabbat desak, Parayski men xap qilib qo'ysam ya o'zingizni jilib ochig'ingiz kelib qolish vaqtida qanday qilasiz ochig'ingizga qarshi? Men odatda ochig'im kelib qolsa, qo'l ko'taradigan, yo'nsa vaqirab, yo'nsa bunday tillaydigan ishlar bo'lib qolsa, men o'zim biroz undan ishni yoqtirmayman. Bak ochig'im kelib ketyapsa, gap qilmayli jimli o'laman. Ikki tarafdan jim bunday tinchlangan vaqtda so'z orqali bunday qilgan bulamdi, bo'lmamdi deyapman. Telefoningizni amma yoshda qilib qolsa, masalan, alamaychi ba'zan ma'lum vaqtda telefon alamaydi-ku. Ayta alamagan vaqtda keyin olgan chog'da qanday muomala qilasiz? Amalu ochiqni besib qolgan yaxshi, nimishligini ochiqlansa, nurg'un narsadan ayrilib qoladi. Nayliq tillab haqoratlab qilgan ish yo'q. Shunga odatda jim bo'lishi uchunmi? Yanqocha ishonmayman. Rahmat. Bu yil qancha yosh kirdingiz? 24. Agar masalan sizdan necha yosh cho'ngroq bo'lib qolsangiz qanday qaraysiz? Yo'q, ko'taramayman. Sizdan cho'qim kichik bo'lish kerakmi? Tang bo'lsa-chu. Bo'ldim. Ikkimiz tandimlik ekanmiz. Undoq bo'lsa siz bayatni deb o'tdingizmi? Aralashib 2 yildan 3 yilgacha anondan keyin bir-birimizni obdan tushungandan keyin andan keyin to'y qilamiz u bu deb. 24 yosh, 27 yosh kirganda demoqchiman. 27 ashar oldim. Agarda qiz taraf oldirab qolsa-chu. Ahvon qilib qolsa bo'ldi. Tushundim. Qani, ikkinchi bosqichlik chiroqni o'chirishga tayyorlik qilinglar. 3, 2, 1. Biroq yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Nimishqa? Rost gapni desam, men yaxshi ko'radigan turdagi qiz yo'q ekan. Orliqni chiroq his qildingiz. Agarda chiroq yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, qayda chiqib ketaman deb beshim ketib turgan. Besim qilib ekansiz-da. Qizlar sizga shu besimni bermayman deb o'chiraydi. Bu yaxshi bo'pti. Demak, qizlarmi siz bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtirishga tirishdi-yu, xuddi bag'an sir jiroqlashib ketayotgandek menga bergan ta'sir. Sizmi yaqinlashib vaqtingiz, lekin yana orliqning jiroqligini his qilayotgandek. Shunday bir ish bo'lib qoldi-ya. Turmush degan naqmi shu. Yaxshi ko'rishmasa, cho'nglar majburlasimi va yoki tosh bilan tayoqni tangsimi? Natija chiqmagandek ish. Bizning bu sahnamiz bunday ishlarga biz ko'nib qoldik. O'g'illarmi ko'nib qoldi, qizlarmi ko'nib qoldi. Lekin qoida bizni xushal qilgan ishlar pat-pat yuz berdi, ya'ni naq maydonda bir-birini yaxshi ko'rishganlar, qo'l tushib ketgan ishlarni bakchiq ko'rdik. Biz naq shunday manzarani ko'proq ko'rishni yaxshi ko'ramiz, ham sevg'inimiz shu manzaralarni. Xo'sh, enim, rahmat. Quruq qo'l uzatmaymiz sizni. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr energiya quvvat yurishligini sizga sovg'a qilaylik. Qabul qiling. Xizmatlaringizning unumli, turmushingizning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshimiz edim.
Rahmat. Ko'zlagan maqsadingizga yeting. Rahmat. Rahmat sizga. Xayr. Саламатсыздарбы? Мен азыр сахнадан түштүм. Мен айткан сөзүм менен жана кыздардын айткан сөзү менен бириндикте жана бир ойдо болбой келишкен жүп болбоду. Бирок мен bundan эч кандай үмүнсүздөнбөйм. Бирок мына сахна, мына программа аябай сонун жакшы болуп тур. Bundan кийин да сызыл болуп турсун. Ошон үчүн мен дагы өзүмдөн бактылуу жарым тапканга менде да ишенич бар. Kelishgan yigitning birini uzatdik. Qirg'iz yigit Nurtilakningmi balkim o'ylaganlari bor. Albatta naq maydon sahnamiz turayotgan aqlli qizlarimizning o'ylaganlari bor. Har kim o'zi yaxshi ko'rganini izlayotdi. Har kim o'zining oilasiga, o'zining xarakter mijaziga tushadiganlari uchun izlanib beqiyotdi, kurash qilyotdi. Biz ko'pchilikning tanlashiga hurmat qilamiz. Undaqda yiqimliq naqshidan birini keltiraylik, billa anglaylik. Saçlarındaki hidni taparman, alemde bir seni denep yaşarman. Saçlarındaki hidni taparman, alemde bir seni denep yaşarman. Üzerni yokatsam yokattım. Bir günü ben seni taparman. Özlemni yokatsam yokattım. Bir günü ben seni taparman. Ben seni kütermen her seher, Zuhrani kütkendek kayıp. Ben seni kütermen her seher, Zuhrani kütkendek kayıp. Ben sana aytermen
qizlar, sahnamizga boqayli. Endi ekranda qaysi yigit o'zining yoshligini javlan qiladi? Sizlarning hurmatinglar uchun sahnamizga keladi. Marhamat. Qani qizlar, sahnamizga boqayli. Endi ekranda qaysi yigit o'zining yoshligini javlan qiladi? Sizlarning hurmatinglar uchun sahnamizga keladi. Marhamat. Yaxshimsizlar, elchi programmasidagi go'zal qizlar. Men Qarmaydan kelgan Toyir bo'laman. Hozir Urumchi shahrida turyapman. Mening qizlarga qo'yilgan ko'p shartlarim yo'q. O'zi chiqishqa, gapimiz bir yerdan chiqadigan qiz bo'lsa tunishay deb elchi programmasiga keldim. O'zimning xarakteri eg'ir besiq, gapni udul qilishni yaxshi ko'raman. Qani Toyirni kutib olamiz. Marhamat Toyir. Qanday bo'lasiz? Yaxshimisiz? Xonim qizlar, ma'lumotlarning avval yaxshi. Men Qarmaydan我是跟马有天职工，离岗是短期离岗是去年5月份定居到Urumchi. Hozir shu Urumchi turibman bir yildan oshdi. Ilgari turmush qurib boqqanmi? Ha, qurgan. Qurgan. Ajrashganmi? Ajrashgan. Bir qitimmi? Ha, bir qitim. Bir qitim. Farzand bormi? Farzand bor. Balam 16 yoshga kirdi, shu sana xotira. 16 yoshga. Birlimi bola? Bir bola. Farzandingiz o'zingiz bilan birmi, ayolingizning beqishidimi? Ayolimning beqishida. O'g'ilmi qiz? O'g'il. O'g'il. Munosabatingiz-chi o'g'lingiz bilan? Yaxshi. Demak, Tahir bir qitim turmushlik bo'lib, ma'lum sabablar bilan ajrashgan, bir farzandi bor. Navbatdagi xizmat ahvoli qizlarga tushunishlik bo'ldi. Endi qolgan savollar sizlarga qoldi qizlar. Siz so'rasangiz bo'ldi Tahir, ha? Qizlar o'g'il bilan yosh farqi cho'ngroq bo'lsa, qolamsizlar, qolmaysizlar degandek. Tahir, udul so'rayver, necha yoshga kirdingiz? Sırşı bol. 40 dan o'tdingiz. Men chiqib o'zimdan cho'ngroqlag'amroq bir xilliqi masliyatjon, bir qitimda kallasida ish o'tgan ekan emas. Yana bir qitim kelganda cho'qim uningga tadbirlikroq bo'ladi. Yana bir unda ishdan bo'lib qolishdan oldini ola oladi shunga. Endi menga aql yetadigan, meni yetaklaydigan ham amroq bo'lishqa o'zimdan cho'ngroq qilani. Qalisi bo'lsa-chi? Balысы болса, mayli, o ishim mayli. Qabul qila olamsiz? Ha, bo'ldi. Menmi ilqi yoshga qarta undaq pek yuqori talabim yo'q-chu. Endi bir ish kishi cho'ng bo'lsa mayli. Ondan keyin endi shu ma'likin raskatnisam faqat o'zimdan cho'nglar uchrab baxim deb hozirgacha. Muabban birinchi shu so'ramoqchidim, necha yosh kirdingiz debchi, cho'ngga. Shu endi ilqi bola deganni endi u bolda hech qanaqa gunoh bo'lgandan keyin o'z qiz bo'lsa men ham amroq debchi. Shug'uz o'g'il o'qib qopti desangiz. O'g'il o'qib qopti. Ya, umuman deyish qisi yo'q. Demakchi, qiz olg'ida kerak, men amroq ekanman demoqchida endi. 16 yoshlik o'g'ilga. 16 yosh cho'ng lekin. Nadiya hozir 3-4 yoshlik o'maq ilqi. Ma'lum o'maqmiga bu odamdek chiroyliga deb qizlarni paras qilyapti, ha? 16 yoshlik o'g'ilga. Shu endi uni chiq o'ylab ketmadim men. Siz masalan endi to'y qilmoqchi bo'lgan qizingiz-chu, ma'lum sabablar tufayli bir kasal bo'lib qolib, endi uni siz to'y qilishdan burun shu qizning kasali borligini bayqagan bo'lsangiz, shu qiz bilan endi umriyat birga o'tishni xohlamsiz yoki endi voz kechishni xohlamsiz? Haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lsangiz-chu. Masalan, ochiqda yuqumli kasal bormi sizlarda? Saqaymaydigan kasallar ichida, masalan, rak bo'ladi. Bu kasalda saqaymaydilar emas, agar yoshroq rak bo'lib qolsa, agar tez taraqqiy qilsa, o'lib ketishi mumkin. Sizning da'vatqaningiz mush turdagi kasalmi yoki tug'maslik va yoki boshqa kasallar deganda kasalmi? Ishqilib yuqumli kasaldan boshqa qanaqalik saqlaydigan endi. Lekin saqlaydi. Davolashga ehtiyojli. Pul ketadigan kasal. Shu qizning ham sharoiti yor bermay, mush yigit ham haqiqiy yaxshi ko'rsa, shu qizni saqaytib men mangu birga o'tay deydiganni endi niyat bormi demoqchi. yaxshi ko'rsangiz无所谓的，因为我们家孩子太多了，有没有孩子，要不要孩子都无所谓。要是女方需要孩子的话，我们家孩子太多了，deysiz ya, bir tug'o. 我是家里面老大，我有2个弟弟1个妹妹。很多 siz men navrlarni qo'shib bizning oilaning bolalari dedingizda, ha? 就是孩子太多了，要不要都无所谓的。yana-chu boshqa yuqumli kasal emas ekan ish qilib. Pul xarjlab davolatadigan ig'ir kasal. Bo'lsa, yosh ko'rib qolgan bo'lsam, davolatmizda ham da Chinjadan jamlab kelsak. Davolatolmay qolsak amal yo'q. Biroq hozir hukumat jilsasi yaxshi emasmi? Hamda kasallarni ko'tirdi, ha, davolasa. Yansıcılıyor, sensizciliyor deb nimalar bor, jiqib ketmaydi uningmi? Hozir cho'ng kasallar kelsa-chi.
siz ajrashib ketgandan keyin biror qizlar bilan muhabbatlashib yoki to'y qilayli alay degandek gap so'zlar bo'lib boqqanmi bo'lgan qanchasi bilan bo'lgan rost gapimdami juda birsilar bo'lgan shu haqida chiqishamdoq o't go'sht yemaydigan qiz olib qolsam ichim siqyapti go'sht yemaydigan qiz olib keldimsiz 因为我是个顶级吃货我喜欢做饭然后他就是不吃肉 Susaylyamdika. Qizg'ol go'sht yemagan bilan qizg'ol go'sht yemagan bilan siz yegan kim bo'ldi emasmi? Cho'qim go'sht yeyish kerakmi? Pul tejaydigan qizga u tayyor yerda. 两个人在一起嘛，啥都一块享受了，是吧？ Aşbir go'sht yemaslik masalasi bilan ayrilib ketdinglarmi? Go'sht yemaydigan, mevchi yemaydigan, ketgan. Aram bir ko'nglim azroq tushib ketdi o'qizalg'imi. Ayrilib ketgandan ajrashib ketgan siz ikkinchi qitimdan chiqdi. Ha, ayrilib ketgan. Mevchi yemaydigan. Meva yemaydigan, go'sht nima yeydigan? Ay shu oqmaydigan narsani yeydigan shu. Masalan, Elaqa sirtga idalim ya. U narsani qilsam ya go'shtlarni tanlab bilib o'tib qo'yish ko'pnikmi yeb. Ximirlaydigan qiz kanda. Ximirlikmi shu bir xil odam ishsiz. O qiz semizmikansa? Yo'q, pek o'roq. Pek o'roq. Cho'qim shu sizga go'sht yeydigan, siz aytgan tomoqni. Bu tyoshi jushingla. Tamam. Ha, bu tyoshi. Siz uyda tomoqni o'zingiz aytamsiz. Agar to'y qilib bo'lsangizmi o'zingiz aytamsiz tomoqni? Yetishni yaxshi ko'raman dedi. Yaxshi ko'rsiz nima dedi? Ha, yaxshi ko'raman dedingiz. Nadiya tamoq italaydigan erlardan chiqroq savol so'raydi. Chunki Nadiya o'zi tamoq itamaydi. Devatdimi Nadiya? Men bu tarafingizga uqatdim. Paranglashinglar. Boqsiz o'g'lingdan. Bika travmaymi? Quloq qish. Nadiya siz nima yemaysiz? Men go'shtni yemsiz. Go'shtni jixyamam, go'shtni jixisam ichim ilishidi. Ammo yeysiz ancha. Yeyman. Nadiya yeydi-ku. Lekin chiqis ichi ilishirga qarang. Endi yana nima yemaysiz Nadiya? Men o'zlab tanishib berman. Har xil tempo qanday tamayman, shunda tanishib berayman. Ikkimiz o'rin almashtiramdik. Sen ha, men qo'ydim. Ha. Endi kelinglar, paranglashinglar ha. Karabshiyamsiz? Karabshiyamsiz? Shinsaymi yeyman? Yo'q, sayni faqat tanlamayman. Sayni qo'ribmi yeyman, xammi yeyman, sayni yemirman. Mevadan tanlamayman. Tayriq shunday yerdi ha. Shundayman. So'ranga tayir endi men so'rab bermay atogin, nemish so'ramagan bo'g'aytim deb qamang chiqra so'ranga. Sizmi ajrashqa bo'yami o'sha to'y qilgan? Yo'q, men ajrashmagan. To'y qilmagan deymansiz, ajrashmagan deydi bu qiz. Ha. Shundaymi? To'y qilmagan. Ha. Siz hozir balansizlar o'zinglar yolg'izmi uyda? Yo'q, men o'zim shu Urumchilikka uyda ijara berayotgan xil bo'lganda hozir o'zim aldashib yo'qlik kelganda o'zim turibman o'zim. Ha, balangiz qarmaydi. Siz Urumchida. Ishlar xizmat qilyapsiz. Lekin qarmaydim xizmat bor. Qarmaydi xizmat bor, o'sha turib turdi o xizmat. Yani turib turdi, qish ketmagandan keyin. Men naq gapga kelaylik. Xo'sh, bundan keyin masalan turmush qurib qolsangiz, amdiki talab nima? Amdiki talab 忠诚就行了，吃货就行了，就2个条件。Chiqla. Ma chiroy, shon-shonsig'a. Chiroy 70 分以上就行了。71 sana. Masalan 70 numurliq bo'lsa deb turaylik. U qanday qiz bo'lar? 他就70多分可以呢。Nadiya. Töven bo'lib qolmadimi manamur? 50 demaganki mayli. Nadiya tunji qitim bir o'g'il bola xili yaxshi tez ilqi gap qilyapti dojimo. Agar boshqa o'g'illar 70 numar qo'ysa Nadiya chiroqni o'chirib yetadi. Ha? Mana isil dedi ha. Qolgan qizlar sizlar gap qilib beqinglar. Masalan, qizlarga numar qo'yish to'g'ri kelsa Nadiyaga 70 numar qo'ydingiz, ha? Mayra. Go'shtaydigan degan yer menga bek chirkga men go'shtga bek amroqchi. Men isqib tomoq tanlamayman. Isqilib qana deymiz, o'ziliq nurg'un bizlarga jixlardan ko'rimiz nurg'un achalchilik qilgan odamlar jiqqu shuni nisbatan bizniki shu bir tal yaxshi tomoq yeyishmi o'zimiz bir baxt deb o'ylab men undaq tomoq tanlaydigan sayxillaydigan yo bu non yesam xush bo'lmay polo yesam xush bo'lmay deganda chunki go'shtga ros amroq o'zim tomoq tanlamayman o'zim o'tirib go'shtlarni pishirib yekitmaychi yeshim bo'ldika ama Nadiya degandek bo'lsa o'zimdan cho'q balani yaxshi ko'rmaychi o'zimdan bir 3-4 yosh astaq balani
Ben onda to'y qilgan ya balası bek muhim emas. Undaq bo'lsa, hozirgi ahvolda Nadiya bilan Mayra har ikkalan yoshim to'g'ri ko'di, farzandi bo'lgandim qabul ko'di. Lekin qolgan qizlardan texman Go'shtni so'ramadim. Ha, go'sht yeyishni qolgan qizlar chiroq o'chiritish bosqichiga kiraydi. Farzandi bor, turmush qurgan, yosh jihatdan mendan sal cho'ngroq ekan deb qolamdi va yoki boshqa tarafdan o'chirib olsanglar bo'ladi. Ha, 70 numar sal ko'ngilga tegdimi? 70 numar degan desa, ko'nglim kelgan bo'lsin-mi? Numar to'van bo'lib qoldimi? Azroq. Ha, shuni o'chirib o'tdingizmi? Ha, qandaq tayyor? Ha? Bo'ldi. Bu qizansın-da? Mayra, bu xuddi biroq miyoq yutkidik qanday? Uchrab ketgan ish qilaman-da. Ha, ma'qul. To'g'ri. Shunda shiza ekan bu tayyor. Ali sizbek hozirlik ketib barsiz. Men bunda shiza odamni shunda yaxshi ko'raman. Amaliyotda Nadiya 70 numar qo'ygan asi shunda shiza numar qo'ygan. Aldimaganda, aldab qo'ymadi. Ham 90 qo'ya qo'ysa xo'sh bo'ldi, ammo oldigan bo'ldi-ku. Oldigan bo'ldi? Oldigan bo'ldi, 90 bo'lmaydi hamda. Qanaqsi 90 bo'lmaydi? Biz o'zimiz bilamiz uni hech tayyor. Shu 90 emas, 70 degan yaxshi numar. Balkim Nadiyaga 100 numar qo'ydiganlar bor, 99 qo'ydiganlar bor. Balkim o'ylamga 50 numar qo'ydiganlarmi bor. Bugun Tahirning 70 numar qo'yishi Nadiyaning ko'ngliga yoqdi. Chunki Nadiyami o'ziga loyiq, o'ziga ishinadi, o'ziga balkim uningdan xilil yuqori numar qo'ydiganligi uchun chiroqni o'chirib atganini qo'llaymiz. Ha. Xodni yotkayli. Ondan yotkaysin oldidan so'ray. Abim bir chiqqan tomoshabindan so'ragan-ku men. So'rsam u bola men o'ylashmadim deyman, bola naqlam ajrashgan ekan-ku. Hamda siz masalanga hozir masalan ikkimiz olishib qoldik deyli. Agar ayolingiz bilan bolangiz izlab kelib maktab turasiz, yarashib qolamsiz yo yarashmamsiz? 不可能，他已经跟比自己小8岁的人结婚生子了都。 Ha, turmushi bo'lib bo'pti u yoqning. Ha, agar turmush bo'lmagan bo'lsa yarashib qolamsiz lekin. 不可能。 Ammo qancha numar qo'yasiz hamda? O'ylashing, ammo nomer masalasi hozir sizning taqdiringiz u ham bu yoqda. Tayyorlik qilamiz, quloqni yaxshiroq. Ali, endi amaliy bo'l deb bo'sh gapiga to'shina yaxshi ishlar bo'lyapti. Men shu ikkisini vision bulab qolamiki deb tirishyapman, boshqa gap yo'q. Yuqori nomer qo'ying-da. Ha, yo'q, Tahir o'zi biladi qancha nomer qo'yish. Yuqori qo'ysa yo'q. Tahir amaliyot aqlliq. Hamma ishni ko'rib tura oladigan, bilib tura oladigan bir bola ekan. Pulum shiza ekan bu bola. Bir qitim boshdan kechirib baqqan tajribalar bor-da. Bunday odam bor-ku, bir xil amaliyotni bexatar bo'ldi. Siz shiza odamlar sal beharam qilgan bilan sizni undaq odam bexatar bo'ldi. Yaxshi odamlar ko'pa bo'ldi. Yaxshi odamlar qo'qsi bo'ldi. Yaxshi qiyofat kirib olgan odam yaxshi emas. Yomon qiyofat kirib emas. Mayra javobni anglang. Javob shu-da. Ha? Bana neçə numar qoyursuz deydi o? Çifir deydi. Çifir. Siz bir 70 degan sonni yaxshi ko'ramsiz yo og'zingiz shul kelamdi o? 微胖嘛，他要有腹肌的话，90分、80分我给呢。个子高高的。个子跟我差不多好像。 Başı olsun koymazsın alsa siz bilen ses bakanın ki. 80分我可以把你训练出来，因为我健身，我慢慢可以调节出来。 İkras pek rastçın gene. Ben mış aslında koygan bolsun ben. 要是 50 koyup kalan bir gidip 要是 kokka. 真能跟上我节奏的话，你就不用化妆了以后。我今天状态不行，2天了牙疼，脸都肿了，还2天没睡觉，在这儿站着。 İkras şunda rast kakıldı ikrasla. Hem men oyuş bir kalan Sizga 70 mi? yardı ya. Unda bo'lsa chiroqni saqlab qolamsiz. Mayra turay birdan. Saqlang ha. Endi biz Tahirga rasmiy tanlash huquqini beramiz. Tahir 8 nafar qizdan eng oxirida Mahira siz uchun chiroq saqlab qoldi. Endi siz berib chiroqni o'chirib olsangiz, Mahirani tanlamaganligingiz bo'ladi. Chiroqni saqlab qilib, Mahiraning qo'lidan tutib sahnaga olib chiqsangiz, demak, aralashib ko'rib baqsanglar bo'ladi va yoki agar kelishib qolsanglar, turmush qursanglarmi o'zingizlarning ixtiyori. Qani, bering. Tahir, rahmat sizga. Nayt keskinlik bilan o'zingizning ko'z qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdingiz. Keyingi baxtingizni tezroq tepishingizni umid qilamiz.
Rahmat. Sizga Şinjan Şifir Biyotexnologiyasi ta'minlagan Şifir energiya to'liqlash yurishligini taqdim etamiz. Qabul qiling. Endi siz tushib ketishdan burun shu Fatugul adamdan bir savolim bor. Sizmi qonun savodi jihatda o'zingizni to'liqlashga cho'qim ehtiyojingiz bor deb qarayman. Fatugul ada asar huquqiy miros qatoriga kiramdi. Asar huquqi deganimiz puxta yoki qonuniga va yoki tashkilot o'zi ijod qilgan o'sha asarga bo'lgan huquqini ko'rsatadi. Hamda asar huquqi, salohiyat huquqi va mol mulk huquqi deb iborat ikki tarafni o'z ichiga oladi. Fuqarolar bahramand bo'ladigan mol mulk huquqiga varislik qilsa bo'ladi. Salohiyat huquqiga varislik qilib bo'lmaydi. Bo'ldi. Tushundik. Rahmat Fatugul ada. Rahmat Tayir sizga. Rahmat. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Yaxshimisiz do'stlar, men hozir Sekindan inib tushdim. İsmim Tayir bo'ldi. Sekinda qizlar bilan munozishda jarayonda chiq qo'ydirimizdan aplashmaganlikdan men Sekindan o'zim yolg'iz inib tushdim. Bundan keyin men texnik yaxshi qizlarni tepishni chin qalbimdan umid qilaman. Gapni tezda aytgan yigit Tahirni uzatdik. Bu hayotning qiziqi. Qizlar, davomli o'zinglarning baxti uchun kurash qilish sizlarning qo'linglardagi aqalli bir huquq. Shuning uchun birlikda tirishaylik. Sizlarning baxtinglarni qo'g'dash, asrash albatta bizning mas'uliyatimiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shunga aldi sahnasida sizlarni bakmo avaylab, asrab turamiz. Albatta bu qo'sh taraflimlik bo'ladi. Sahnaga chiqqan yigitlarning obro'y inovatini ham nozik his tuyg'ularini biz qo'g'daymiz, asraymiz. Quruq qo'l qaytmanglar qizlar, sizlarga Şinjan Bergnaz xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan mukofotlar bilan Şinjan Tilsimat Kirim buyumlari savdo cheklik shirkati atayin sizlarga avatgan atirlarni sovg'a qildi. Qani qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, o'zgacha tanti tutqunlari bilan xaridorlarning olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ng'uston yemaklik ishlab chiqarish shirkati tajdorligini o'z ustiga olgan. Şinjan Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan elchi programmamizning bugungi son vaqt munosabati bilan ishada oxirlashdi. Yodinglarda bo'lsin, har hafta ishiganlarni chekib sizlarga xushallik bag'ishlamoqchi bo'lgan elchi yana ajrlar bilan